Ot sotildi aka 15 millionga ot olaman deganlar bo'lsa marhamat sotilgan ot. 4 ta baytal sotildi ekan, ko'rishingiz mumkin. 2 ta, 3 ta, 4 ta. Toy so'raganlarga uzundan 1,5 yashar toyimiz sotuvda ekan, aka 18 baho qo'yib, 13,5 savdo o'tdi. Bayro ot so'raganlarga Surxondaryo viloyati Sarasa Sharg'indan uydan ham sotamiz. Shu akaniki Surxondaryo viloyati Sarasadan 4 ta toyimiz uydan sotiladi. 1,5 yashar yaxshi zotdor, sifatli ot qilaman deganlar bo'lsa marhamat Dala poyladan video qilyapmiz. Hozir shu yerda yig'ib 4 ta otni video qilyapmiz. Videolik davomida ko'rib o'tamiz. Akani telefon nomeri ham bor. Egasini nomeri ham bor. Videolik davomida ko'rib o'tamiz. 3 yashar toza qora bayroq olaman deganlar bo'lsa marhamat. Egallarga sho'rchidan endi birda to'ldiribdi. Videolik davomida ko'rib o'tamiz. Akani telefon nomeri ham bor. Sotildi 17,5 millionga Muzrobod ketyapti. Videolik davomida ko'rib o'tamiz. So'raganlarga Jarqo'rg'ondan otamiz sotuvda 11 savdo bo'lyapti berilgani yo'q. Aka 15 baho qo'yapti. To'y savdo bo'lyapti ekan. Aka 10 baho qo'yib 7 million savdo bo'lyapti. Ot sotildi. Baytal 14 millionga sho'rchidan 7 yashar videolik davomida ko'rib o'tamiz. So'raganlarga Surxondaryo viloyati Sarasa ot bozoridan 2 ta biyamiz sotildi ekan, videolik davomida ko'rib o'tamiz. Barchalarga salom, sar bilan Surxon Media hamda Surxon TV kanali. Bugun sana 12-iyul 2025-yil Surxondaryo viloyati Sarasa Payshanba ot bozoridan ot narxlari, toy narxlari bilan tanishtiramiz. Bugun ot bozoriga mana otlar juda kam kirgan. Borni tanishtirib o'tamiz. Aka kimdir sotyapti, kimdir sotyapti. Keyin hayitgacha uyda ham 4 ta ot sotiladigan bor ekan. Agar bugun videoga olsam, ot bozor ichiga qo'yaman. Agar qo'ya olmasam, Adilni o'zini video qilib qo'yaman. Uydan ham sotiladigan otlar bor. Qanday videoni boshladik. Ot so'raganlarga Surxondaryo viloyati Sarasadan uydan sotiladigan otlarimiz, mana ot bozor ichida ham aytib o'tdim. 4 ta otimiz sotuvda ekan. Ot oladiganlar bo'lsa marhamat. Xo'p, 4 ta 1,5 yashar sifatli otlarimiz bor. Ichida 2 ta kattasi, 2 ta mingroq bor, lekin jasati ham, yoshi ham bir xil. Xullas 4 ta otimiz sotuvda ekan. 4 tani bir joyda 16 dan baho qo'ydi. Real oladiganlar bo'lsa, kelib ko'rib savdo qilasizlar. 15 dan bo'lsa beramiz deyapti. Endi ot oladigan yana kelib ko'rib savdolashadi. Kelishtirib beramiz deyapti. 4 ta erkak ot sotuvdagi. Qarang, otlarni qarang, dalada yurgan, qarang girlari yopiq. Shu yerda o't bedayib yurgan yaxshi otlarimiz sotuvda. Hali bozorga ham chiqqan yo'q, даже egasi ham kelgan yo'q. Egasi o'zi telefon qilib aytdi, shu otlarimizni sotamiz dedi, bir internetga qo'ying. Bironta oladiganlar bo'lsa, marhamat dedi, kelib ko'rib savdo qilsin deyapti. Xo'p. Xo'p, ichida bir 2 ta kattasi bor ekan, 2 ta maydaroq bor ekan, lekin hammasining jasati zo'r ekan. Bu taraf turibdir. Xo'p, mana orqa taraflardan ham ko'rsak, otimiz mana shunday otlarimiz sotuvda ekan. Qarang, sifatlik, juda chiroyli, zotdor otlarimiz. Ot qilaman deganlar bo'lsa, marhamat, shunday otlarimiz sotuvda ekan. Xo'p, 4 ta ot olaman deganlar bo'lsa, ekranda telefon nomeri bor. Akani o'zini nomerini ham qoldiraman, va esa o'zimning nomerimni ham qoldiraman. 34 telefon nomer, ot egasi nomeri. 0217 nomer o'zimning nomerim. Barib otni kelib ko'raman desiz, ot egasini vaqti yo'q kelib ko'rsatishga. O'zim olib kelib ko'rsataman, kelishtirib beradi. 16 dan baho qo'yapti. Endi savdo qilasizlar, kelishtirib beradi. 4 ta otni 15 dan bo'lsa beramiz deyapti. Endi yana gaplashasizlar. Xullas sifatli, yaxshi zotdor otlarimiz sotuvda ekan. Ot bozori ichida korotka reklama qilib ko'rsatib o'taman. Qarang, otlar chopishini qarang. Xullas, mana shunday otlarimiz sotuvda. Ot olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Ekranda raqamga bog'lanamiz. 4 ta otimiz sotuvda. Ot so'raganlarga Surxondaryo viloyati Sarasa Payshanba ot bozoridan ot narxlari bilan tanishtiramiz. Bu otimiz Sharg'undan ekan. Yosh 3 yasharmi? Endi 3 yashar ot ekan. Mana alaka aytdi, mana akaniki raisga ekan ot. Xullas 3 yashar otlarni sotyapti. Otmisan ot, qora bayir ot olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Mana ke chista qora bayir ekan. Biron joyda oq yo'q ekan. Xullas 3 yashar qora bayir otimiz Sharg'undan sotuvda ekan. Mana ke ko'rishingiz mumkin. Yaxshi ot ekan. Xullas hozir endi ma'lumotni olamiz. 3 yashar ekan, narxi necha pul ekan? Alaka, buni endi 3 yasharda necha pul deyapsizlar? Aka 25 million dedilar, men 20 baho qo'ying dedim. Aha. Bitta dehqonga olib beramiz hisobi bilan. 25 baho qo'yamiz degan ekan, aka alaka 20 baho qo'ying deyapti, kelishtirib sotamiz deyapti. Xullas ot olaman deganlar bo'lsa, mana akadan alakaga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Alaka nomerni aytavering. Aka nomerni ayt, men nomerni deysiz, dunyo biladi. Amak, nomerni ayting, ot sotaman siz. 93lik dunyo biladi. 550 0334 nomerga bog'lanasizlar. Ot kerak bo'lsa, ot egasining nomerini qoldirdim. Bemalol o'zlari bilan gaplashib, kelib ko'rib, otni minib ko'rib savdo qila olasizlar.
Aka buning oxirgi sotilishi necha aka? 20 dan nari beri kelishamizda. Mana aka. Azomcharimiz bemalol bog'lansa shu akaga kelishtirib beradi. Surxondaryoning oti. Toy so'raganlarga Surxondaryo viloyat uzundan toyimiz sotuvda ekan. Aka yoshi nechida bu toychani? 1,5 yoshar toycha, chiroyligina ekan. Nech pul baho qo'yapsiz? 18 udar-ku. Sal balandmasmi? Endi yosh toyligi uchun qishning uchun qimmatmi aka? Mana aka yosh toylar 18 million so'm aka baho qo'yapti. Eshityapsizlar? Aka savdo nechi bo'ldi? Savdosi 13,5 million bo'pti ekan. Toy olaman deganlar bo'lsa, marhamat uzundan toyimiz sotuvda. Aka uydan sotsak nomer bo'lsa qoldiring, yo bozorga sotamizmi? Ayting aka nomerni. 94lik 740 0075 shu nomerga bog'lanasizlar. Toy kerak bo'lsa uzundan toyimiz sotuvda ekan. Toy olaman deganlar bo'lsa akaga bog'lanasizlar. 18 baho qo'yib 13 ga bermadingiz a? 13,5 ga berilmagan toychamiz aka. Baytal ot sotib olindi ekan. Mana aka baytal otning narxi bilan tanishamiz. Aka nech pul oldingiz buni? 17 17,5 mi? 17,5 millionga sotib olingan baytal otimiz. Yosh nechida aka buni? 5 yoshar mana katta baytalimiz 17,5 ha. Sotib oldim degan. Tamom o'rib qo'ydi. Sal ovozim baland chiqishi mumkin, tamom o'rib qo'ygan. Xo'p, 17,5 millionga sotib olingan ko'k baytal. Aka yosh nechida dedingiz? 5 yoshar mana baytalchamiz 17,5 million sotib oldim ekan. Xo'p. O aka, bu yana qaytarib sotiladimi yo'q, qayerga ketyapti bu o'zi? Muzorobod ketyapti. Mana aka Muzorobodga ketarkan sotilmar ekan. 17,5 millionga sotib olingan katta biya desa ham bo'ladi, baytal desa ham bo'ladi. Sotildi mana aka 15 millionga ot olaman deganlar bo'lsa, marhamat sotilgan ot 15 millionga sotildi ekan. Yoshi 13 yoshar aka? Yoshi 13 yoshar. Qayerda ot aka? Mana aka Sherobodda oti akalar sotdi ekan. 13 yoshar 15 millionga sotilgan ot. Aka minib ko'ray deyapti aka. Xullas 13 millionga, 13 yoshar otda 15 million sotdi ekan. Sherobodda oti mana aka. Ot olaman deganlar bo'lsa, xullas ot narxi mana aka 15 millionga sotilgan oq tulporimiz. Qanday narxi, qimmatmi, arzonmi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. 15 millionga sotilgan ot. Mana Sherobodda oti 13 yoshar. Telefonga ko'rsatyapti oshlarini. Bepulku deydingizlar. Aytma shunaqa. Mana sotilgan ot. Mana aka yosh baytalcha so'raganlarga 1 yoshlardan oshgan baytalchamiz sotuvda ekan. Aka qayerdaki bu? Jarqo'rg'ondan kelgan yosh baytalcha mana aka urg'och otimiz sotuvda ekan, 1 yoshdan oshgan ekan. Aka nech pul baho qo'yapsiz? 15 deyapti. 15 deyilyapti. Savdo nechi bo'lyapti? 15 baho qo'yilyapti, 11 ni ko'rib turibdi deyapti. O'z ot narxlari shunday balandmi deyman? Xo'p, mana 15 million so'm aka baho qo'yapti, 11 ni ko'rib turibdi deyapti. Bermadingiz aka 11 ga. Kelishtirib beramizda. Mana aka ot olaman deganlar bo'lsa, mana shunday otimiz sotuvda mana aka. Xo'p, aka nomer deb ayting aka, uydan sotamiz. 94lik. 90lik, 94likmi? 94lik 3.0. 3.0 9083. 9083 nomerga bog'lanasizlar. Kimgadir shunaqa ot kerak bo'lsa, akaga bog'lanasiz. Aka uyda yana ot bormi yo'qmi? Uyda yo'q ekan, agar bozorda sotilmasa uydan sotamiz-da. Ha, bo'ldi. Mana shunday otimiz sotuvda ekan. Ot bozorga toylar narxini tanishtiraylik. Xo'p, mana ikkitasi 33 ketdimi bular? 33 ga ham ketmadi, ikkita o'qishchani 16,5 dan. Qanday narxi, arzonmi, qimmatmi? O aka, toychani yoshi nechida? Toychani 11 so'rayapti. Yoshi nechida? 1 yoshar toychamiz 11 million so'rayapti ekan. Toymisan toy, udar toylardan. Xo'p, aka qayer toy bu? Oltinsoy Chikalovmi qayerda? Oltinsoy Chikalov ham yodga qolib ketdi. Oltinsoy desa Chikalov deyveramiz birdan. Oltinsoyda toyi 1 yoshlardan o'tgan aka. 1 yosh endi to'ldir ekan. Nech pul baho qo'yapsiz? 12 bo'lsa o'rgatyapman. Xo'p, mana 11 savdo bo'ldi ekan, 12 million bo'lsa o deyapti ekan. Birda endi to'ldirgan toy. Toy olaman deganlar bo'lsa, mana aka 12 millionga shu toyda akamiz beramiz deyapti. Toy oluvchilar bo'lsa akaga bog'lanasizlar. Aka nomerni ayting. 90-lik 97lik 076 0196 shu nomerga bog'lanasizlar. Shunday yaxshi toychamiz sotuvda ekan. Toy nech pul deyapsiz aka buni? 10 deyapman, 7,5 savdo bilan. Qayer toy aka bu? Sinaniki. Sinaniki ekan, mana aka erkak otcha. Xullas 10 million so'm baho qo'yapti ekan, 7,5 savdo bo'ldi deyapti ekan. O udar-ku narxi. Xo'p, mana Sinani toychasi 7,5 savdo bo'ldi ekan. Aka 7,5 bermadingizmi?
Nech pulsa berasiz endi bu zo'r narxi-ku? Yovoshgina toy ekan-a? Xullas sinadan keyin toyimiz 10 baho qo'yapti ekan, 7,5 ga berilmagan. Ha, aka nomer bormi? Nomerni ayting aka. Uyda sotaman siz. Ha, bo'ldi. Mayli. Mana aka, otamiz savdo bo'lyapti ekan. Baytalimiz sotildi ekan, 14 millionga sho'rchidan keyin ot baytalcha, mana aka 7 yashar 14 millionga sotilgan baytalcha, mana aka. Xullas qisir baytal 14 millionga sotildi degan 7 yashar. Narxini tanishtirib o'tay, mana aka. Olgan odam yangi bilan boylab qo'ydi ekan. Sho'rchidan rakamiz sotdi. Hozir ma'lumotni olib kelib video qilib sizlarga taqdim etamiz. Narxi bilan tanishtinglar, mana aka. Xo'p, 7 yashar 14 millionga sotilgan biyamiz, ya'ni baytalchamiz qisir ekan. Xullas narxi qanday? Bozorda misol uchun boshqa viloyatlar, boshqa tumanlar yoki boshqa joylar bilan narxini solishtirasizlar. 14 millionga arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada fikrni yozib qoldiring albatta. Baytal ot so'raganlarga mana aka Bahro olingan ekan, ikkita baytalimiz sotib olingan. Ko'rishingiz mumkin, katta, yaxshi, chiroyli baytallarimiz, semiz, menimcha bo'g'oz bo'lsa kerak. Xo'p, mana bunisi 16 million sotib olindi ekan, ko'rishingiz mumkin kattasi. Bunisi esa 14 million 8, ikkinchisi ham 15 million olingan baytal. Mana ikkita baytal narxi azonlarimiz ot bozorida har hafta qo'lingizga tanishtiramiz. Videomiz yoqsa like bosib, palsa qilishni unutmanglar. Juda ko'pchiliklar ko'ryapti, bezlayk nima? O'zi ot bozor azomcharimiz bizlarga $1 yo $1,5 pul to'laydi. Bir haftaga agar ko'rilsa ham 10 ming, 12 mingta, undan ko'p pul to'lamaydi. YouTube pul to'lamasligiga 3 yil, 3,5 yil bo'ldi, bilsalaringiz agar. Xo'p, shuning uchun qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz, lekin yeplash qiyin bo'lyapti. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Ne только ot bozor, mol bozor, qo'y bozori ham, moshin bozori ham, boshqa video ham pul ishlash juda qiyin. Chunki anchadan beri ishlamayapti, 3-4 yildan beri. Xo'p, otlarni tanishtiradigan bo'lsak, bunisi 16 ga opti ekan, unisini aytdim 14 million 8 ga. Xo'p, mana bu tarafda yana ikkita ot bor. Buni otning narxini bilmayman, lekin bu ham narxini topib, egasini topib kelib, narxini bilishga harakat qildim sizlar uchun albatta. Akalar, mana shu ot bozorda har hafta chiqishini xohlaydiganlar bormi yoki yo'qmi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Endi misol uchun o'zingiz ham kim bo'lishidan qat'iy nazar bir ish qilsangiz, bir foyda ko'rsangiz, bir rasxotdan tashqari bir foyda ko'rsangiz, bir ish qilasizda. Misol uchun qayerdadir ishlasangiz, oylik olmasangiz, o'zingiz ishlamaysizki. Biz ham mana YouTube'ga chaqiramiz. Bizga mana shu ot bozordan misol uchun 1 oy ot qo'ysam, 1 oyda 4 ta payshanba ot bozor bor. 4 ta ot bozoridan tushsa menda $16 pul tushadi. 4 ta ot bozor 1 oyda $16 pul tushadi. Endi bu kelib ketganimda bahosi emasda 4 haftaga. Shuning uchun nima qilsa ekan? Ot bozor videosini qo'ysammi, to'xtatsammi deyapman. Xo'p, shunaqa gap. Mana videoni oxirida sizlarga abzatini tushuntirib o'tyapman. Endi to'g'ri, kommentariyada bir xillar to'g'ri o'ylaydi, bir xillar noto'g'ri o'ylaydi. Endi bu tanqid kelajak mevasi deb ot bozorlarda chaqiramiz qo'ldan kelgancha. Endi ne только ot bozor, moshin bozor kanalimiz va Surxon Media kanal. Unda ham shunday, bizlarda reklama bo'lib chaqirsa, o'shandan misol uchun 4-5 so'm pul berishi mumkin. Bo'lmasa YouTube o'z tarafdan daromad yo'q. Agar YouTube tarafdan daromad bo'lsa, mana qo'y bozorida, mol bozorida, ot bozorlarida har hafta payshanba bormi, juma bormi, yakshanba bormi, chorshanba bormi, chaqiraveradi. Endi shuning uchun bizlarni ham to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Fikrlaringizga qarab ijodda davom etamizmi yoki yo'qmi, shuni ko'ramiz. Xayr, sog' bo'linglar.